Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi nasihat. Ramazonning oxirgi 10 kunligining fazilatini tushunib yeting va unga bo'lgan ehtiyojingizni anglang. Aziz birodarlar va opa-singillar. Alloh taolo hamma narsani hikmat va adolat bilan yaratgan va eng buyuk va eng mukammal narsalarni uning oxirida qaror toptirgan. Alloh taolo barcha ummatlarni yaratdi, lekin eng afzal va eng sharafli ummat qilib oxirgi ummat, ya'ni bizning ummatimiz islom ummatini yaratdi. Bizdan oldin 69 ta ummat bo'lgan va biz 70-ummatmiz. Bu haqda Muaviya ibn Hayda roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda shunday deyilgan: ummatlar yaratildi, ammo eng buyugi oxirgisidir. Alloh taolo payg'ambarlarni yubordi va ularning eng afzalini, eng ulug'ini, barcha payg'ambarlarning so'nggisi va eng buyugi bo'lmuş Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni tanladi. Allohning irodasi bilan hamma narsaning eng yaxshisi uning oxirida qaror topadi. Shuningdek, Alloh taolo o'z kitoblarini nozil qildi. Barcha kitoblar uning muborak kalomidir. Lekin u xohladiki, eng afzal, eng ulug' kitob qilib, oxirgi samoviy kitob Qur'oni Karimni tanladi. Xuddi shu kabi Alloh taolo Ramazon oyini barakali qildi. Uni ulug' oylardan biri sifatida belgiladi, lekin u xohladi va Ramazonning eng afzal, eng ulug' qismi oxirgi 10 kunligida bo'ldi. Demak, har bir narsaning eng afzali uning oxiridadir. Shuning uchun Ramazonning oxirgi kunlari va oxirgi 10 kunlikni o'tkazib yuborish katta ziyon bo'ladi. Biz ushbu kunlarning fazilatini to'liq anglab, ularni iloji boricha yaxshi foydalanishga harakat qilishimiz lozim. Ramazonning so'nggi kunlari bu gunohlardan poklanish, rahmat va mag'firatga erishish uchun eng katta imkoniyatdir. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonning oxirgi 10 kunligida boshqa vaqtlarga qaraganda ancha ko'proq ibodat qilar edilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda u zotning zavjalari Oysha onamiz roziyallohu anhoning so'zlari keltirilgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunlik kirganda izori, ya'ni belbog'ini mahkam bog'lar, kechasini ibodat bilan tirik tutar va ahlini uyg'otar edilar. Izorni mahkam bog'lash so'zi ibodatda juda qattiq sa'y harakat qilish, jiddiy jahdni oshirish va eng yuqori darajada ibodatga sho'ng'ishni anglatadi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxirgi 10 kunlikda o'zini to'liq ibodatga bag'ishlaganini ko'rsatadi. Shuningdek, Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam odamlar orasida eng sahiy inson edilar. Ramazonda esa saxovatlari yana ortgan. Ammo Ramazonning oxirgi 10 kunligida u zot ibodatga eng kuchli tarzda sho'ng'ir edilar. Qur'on o'qish, zikr, duo, qalb va tana bilan bajariladigan barcha ibodatlarga qattiq muhabbat qo'yib amal qilar edilar. U zot faqat o'zi ibodat qilish bilan cheklanmay, oila a'zolarini ham uyg'otib, birgalikda ibodat qilishga chorlar edilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning 11 rafiqalari bo'lgan va vafot etganlarida 9 tasi hayot edi. U zot barcha ayollariga Ramazonning oxirgi 10 kechalarini ibodat bilan o'tkazishni uqtirar va ular bilan birga ibodat qilar edilar. Bu bizga Ramazonning oxirgi 10 kechalarini jonlantirish, ibodatga jiddiy jahd qilish va oilamiz bilan birgalikda ibodat qilish qanchalik muhim ekanini o'rgatadi. Bu kunlarni behuda o'tkazib yubormaslik kerak. Bu ulkan imkoniyatdir. Shunday ekan, biz ham kechalarni ibodat bilan tirik tutaylik va atrofimizdagilarni ham shu saodatga chorlaylik. Oysha onamizning yana bir hadisi sharifida aytilganidek, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ramazonning oxirgi 10 kunligida doimiy ravishda e'tikofga kirib, ibodat bilan mashg'ul bo'lar edilar. Vafot etganlaridan keyin esa ayollari ham e'tikofni davom ettirdilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Oxirgi 10 kunlikning fazilatini anglash va unga ehtiyojimiz katta ekanini tushunishimiz lozim. Bu 10 kecha orasida Qadr kechasi bor. Bu haqda Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi: Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Qadr surasi 3-oyat. E'tibor bering. Bir kecha butun hayotingizga ta'sir qiluvchi ulkan imkoniyatga aylanishi mumkin. Qadr kechasida nima ro'y beradi? Bu kechada Qur'oni Karim nozil qilindi. Bu kitobki insoniyatning hayotini o'zgartirdi. Dunyo o'zgardi. Odamlar jaholat zulmatidan ilm va hidoyat nuriga chiqdilar. Shirk tugadi, tavhid qaror topdi. Jaholatning o'rniga ilm, zolimlikning o'rniga adolat, fasodning o'rniga taqvo keldi. Kufrdan iymonga, gunohdan mag'firatga, zalolatdan hidoyatga o'tish jarayoni boshlandi. Bu 10 kunlik va ayniqsa Qadr kechasi bizning shaxsiy hayotimizni ham tubdan o'zgartirishi mumkin. Agar bu kechalarni ibodat bilan o'tkazsak, hayotimizdagi qayg'u va g'amlar o'rniga huzur halovat, unib o'sish va baraka kelishi mumkin.
Shuning uchun bu 10 kechani behuda o'tkazib yubormang. Ibodat qiling, Qur'on o'qing, duolar qiling, kechalarni tirik tuting. Alloh taolo siz uchun yangi nurli hayot eshiklarini ochishi mumkin. Har bir insonning shaxsiy hayoti uchun ham qadr kechasi ulkan ahamiyatga ega. Bu taqdirlar yoziladigan kechadir. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Unda har bir ish hikmat bilan taqsim qilinadi. Demak, ushbu kechada hayotimizdagi muhim qarorlar qabul qilinadi. Kim hayotda qoladi, kim vafot etadi, kim hajga boradi, kim bora olmaydi, kim rizq topadi, kim qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli bu kechani behuda o'tkazmaslik juda muhim. Hayotingizning tubdan o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kecha bu. Gunohlardan qutulish, Allohning mag'firatiga erishish uchun eng katta imkoniyat bu. Qanday qilib bu kechadan eng yaxshi suratda foydalanish mumkin? Birinchisi, ibodat qilish, Qur'on o'qish, namoz o'qish, duo qilish. Ikkinchisi, tavba va istig'for. Gunohlardan chin qalb bilan mag'firat so'rash. Uchinchisi, ruhiy yangilanish. Hayotimizning yaxshi tarafga o'zgarishi uchun niyat qilish. Oysha onamizning hadisidan keltirilgan ajoyib duo. Bir kuni Oysha roziyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Ya Rasululloh, agar qadr kechasiga yetsam nima deb duo qilay?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deb javob berdilar: "Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allohim, sen afv qiluvchidirsan, afv qilishni sevguvchidirsan, meni ham afv etgin. Tirmiziy rivoyati. Bildingizmi? Bu duo qadr kechasi uchun eng afzal duo hisoblanadi. Shunday ekan, aziz birodarlar, najot va saodat yo'lini tanlang. Ruhiy yo'lingizni aniq qiling. Bu 10 kechani to'liq ibodat va mag'firatga erishish uchun sarflang. Shunday harakat qilingki, bu 10 kunlik siz uchun yangi hayot boshlanishi bo'lsin. Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikof qilish. Shuning uchun bu 10 kunlikning qadrini anglash va uni to'g'ri baholash zarur. Men barcha birodarlar va opa-singillarimga bu 10 kunlikdagi eng buyuk ibodatlardan biri e'tikof qilishni tavsiya qilaman. Nima uchun e'tikof va u qanday qilinadi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda shunday deydilar: Kimki oxiratni o'zining asosiy maqsadi qilsa, Alloh uning ishlarini jamlaydi. Uning qalbida qanoat hosil qiladi. Dunyo uning ortidan xohlasa ham xohlamasa ham keladi. E'tikof insonni dunyo tashvishlaridan qutqarib, Allohga yaqinlashtiradi. Bu ibodat qalbni dunyo tashvishlaridan xalos qiladi. Insonning ruhiy holatini yaxshilab, taqvosini oshiradi. Dunyo ishlarini bir chetga surib, Allohga to'liq yuzlanish imkonini beradi. E'tikof bu qalbni faqat Allohga bog'lash va oxiratni asosiy maqsad qilib olishdir. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuma shunday deganlar: Dunyo daryolari ko'pdir. Kim bu daryolarda cho'kib ketsa, Alloh uni qaysi biriga g'arq bo'lishiga ahamiyat ham bermaydi. Shunday ekan, qadrli birodarlar, bu 10 kunlikda o'zingizga to'g'ri yo'nalish bering. Allohga yuzlaning. Dunyo tashvishlarini bir muddat chetga tashlang. Bu 10 kunlik siz uchun Allohga yaqinlashish va hayotingizni yaxshilash imkoniyati bo'lsin. Bu 10 kunlik katta imkoniyat. Shu kunlarda e'tikof orqali qalbingizni yig'ing. Dunyo tashvishlarini bir chetga tashlang va bitta maqsadga yo'naling: oxirat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu buyuk ibodatni Ramazonning oxirgi 10 kunligida doimiy ravishda bajarar edilar. Siz ham shunday qiling. Oxiratni asosiy maqsad qiling. Qalbingizni dunyo tashvishlaridan ozod qiling. Faqat Allohga yuzlaning. Agar inson oxiratni maqsad qilsa, Alloh uning ishlarini jamlaydi va dunyoni uning izidan yuborib qo'yadi. Iymonli inson nima ko'radi? Yuzidan nur ziyoda bo'ladi, qalbi huzur va tinchlikka to'ladi. Hayotida baraka va osonlikni ko'radi. Mushkul ishlari yengillashadi. Allohning rahmatini va yordamini his qiladi. Shunday ekan, bu oxirgi 10 kunlikni behuda o'tkazmang. Oxiratga tayyorgarlik qiling va Allohning rahmatiga erishing. Endi dunyoni asosiy maqsad qilgan kimsa nimaga erishadi? Kimki Ramazonning oxirgi 10 kunligini e'tiborsiz qoldirsa, bu kunlarni boshqa kunlardek o'tkazsa, uning barcha tashvishi dunyo bo'lsa, uni Alloh parokanda qiladi. Qalbida tinchlik bo'lmaydi. Har doim kamchilikni his qiladi. Qanchalik harakat qilmasin, unga faqat taqdirda bor narsagina yetadi. Dunyoning tashvishlarida cho'kib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Kim dunyoni asosiy tashvish qilib olsa, Alloh uning ishlarini parokanda qiladi. Uning faqirligini ko'z oldiga olib kelib qo'yadi va unga dunyodan faqat taqdirida bor narsagina yetadi. Demak, ey azizlar, bu 10 kunlikda faqat dunyo haqida o'ylashdan saqlaning. Dunyo emas, oxirat haqida qayg'uring. E'tikofga ahamiyat bering. Hatto ayollar ham uyda ibodat va Qur'onga vaqt ajratsinlar. Xotima: bu kunlar Allohning buyuk rahmatidan barhamand bo'lish uchun berilgan imkoniyat. Shu kunlarda g'ofil qolib, o'zingizni bundan mahrum qilmang. Eng katta yutuq gunohlardan tozalanib chiqishdir. Nasihat: bu 10 kunlikda gunohlardan tozalangan, ayblari yopilgan, obro'si yuksalgan va buyuk ajrga erishgan holda chiqing.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: kim Ramazonda iymon va ixlos bilan ro'za tutsa, uning oldingi gunohlari kechiriladi. Yilning eng muhim kunlari nihoyasiga yetmoqda. Bu Ramazon bilan xayrlashamiz, lekin Allohning rahmati va mag'firatidan umidni uzmaymiz. Yangi bir hayotni boshlash uchun ushbu kunlardan foydalaning. Dunyo va oxiratda yuksalishingiz uchun ibodatni davom ettiring. Maqsad hayotimizni yaxshilash, Allohga yaqinlashish va ikki dunyoda saodatga erishish. Allohdan so'rab qolamizki, u bizlarni gunohlardan tozalagan holda bu Ramazondan chiqarsin. Bu bilan Ramazon davomidagi oxirgi nasihatimiz yakunlandi. Ramazondan keyin ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.